Ümmet yekigani Qur'on bayrog'i ostida bo'lgan vaqtida bir ummat holati davomli mangan. Keyingi kunlarga kelib hadis kitoblarini xotirlaguvchilar ipag'an suiqasd maydonga kelgan. Chunki ular hadisni xotirlab, hadisga da'vat qilib, kishilarni hadis bilan mashg'ul qilish orqali ummatning bo'linishiga sababchi bo'lgan. Fiqh ulamolar maydonga kelib o'zlarining ilmiy yakunlarini hadis asosi ustida qurib chiqqan. Natijada ummat texmi bak bo'lingan. Agar ummat hadisni tashlab Qur'onga qaytgan bo'lsa, tafriqchilikdan qutulgan, ummatning burunqi birligi va izzati asli kelgan, ilgirki taraqqiy qilgan millatlar orasidagi nopusini qaytadan tiklagan bo'ladi. Hadis ummatning tafriqchiligining, birligining buzilishining sababi bo'lgani uchun hadis xotirlash ishini birmi arab qilgani va uning bilan to'nilgani yo'q. Balki hadis bilan mashg'ul bo'luvchilarning hammasi parislar edi. Bo'libmi 6 kitobning shundoq. Ular o'zlarining hadis kitoblarini islomga suiqasd qilish, musulmonlarning birligini buzish maqsad tuzishgan edi. Demak, hadis kitobining xotirlanishi parislarning suiqasdi bo'lib, musulmon ummati bu suiqasdga qurbon ketgan. Qur'onchilarning boshlamchilaridan biri bo'lgan Abdullah Jakralavi mundoq deydi. Musulmonlar Zayd va Amrining rivoyatlariga eslab yursa, ularning beshidagi bu tafriqchilik va chechilang'iliq ko'tarilmaydi. Ular hargizmo bir bayroq ostida bir fikr ustida uyushanmaydi. Hashamat Ali mundoq deydi. Musulmonlarning birligi toki ular Allohning rasuliga itoat qilish haqida o'ydirib chiqarilgan kitoblarni tark qilmoqcha amalga oshmaydi. Parviz mundoq degan. Bu kitoblar islom va musulmonlarga zarba berishni nishonlagan ajamlarning suiqasdining bir bo'ligi bo'lsa-mu, bu kitoblarni cho'ng bilish masalasi insoniyatning butkul tasavvurlaridan halqib ketdi. Parviz ana shu suiqasdni va bu atalmish suiqasd ipag'uchilarni bayon qilib mundoq deydi. 6 sahih kitobning egillari ana shu xil til biriktirishning bir bo'ligidan boshqa narsa emas. Shunlashqa biz ularning hammasining eronliqlar ekanligini, ularning orasida arab yerim orli aholisidan bir odam yo'q ekanligini ko'ramiz. Bu shubhalarga raddiya va ularning yolg'onchiligi. Bu shubha bizga sen toz deguchi men toz devolay degan maqol tamsilni yoki psixik olimlar deydigan choplash kesilni asga soladi. Choplash kesili muayyan yetersizliklari bor bo'lgan ba'zi kishilar giribtor bo'ladigan bir xil psixik kasallik bo'lib, bemor o'zini shu yetersizlikdan oqlash maqsadida oldirab chiqib o'zidagi yetersizlikni boshqalarga choplab, ularni shu yetersizlik bilan ayblash bilan ifodalanadigan bir xil kasallik holati. Ular hadisning, dinning va islom ummatining dushmanidir. Ummatning birligiga qarshi chiqqan, hammadan yomoni yolg'ondan soxtapazlik qilib, o'zlarini zo'rimizo choplab olgan Allohning kitobiga va rasulining hadisiga qarshi chiqqan odamlar. Bular Allohning, Rasulullohning va mu'minlarning dushmanlaridir. Qur'on va hadisning dushmanlaridir. Islomning va islom ummatining birligiga dazg yetkazgan, islom ummatining birligini bo'lib, jamoatiga qarshi chiqqan odamlar to'sattilli qo'pib sunnat ahlini, islom ahlini, musulmonlar jamoatini, bular ummatni bo'lganlar deydi. Aslida o'zlari payg'ambarning hadisini rad qilish orqali musulmonlar jamoatiga qarshi chiqqan odamlar turib, musulmon ummatini o'zlariga qarshi chiqdi, payg'ambarimizning hadisini ching tutish orqali islom ummatini bo'ldi deb ayblashadi. Dunyoda atalmish Qur'onchilarning bu qilmishidek o'zidagi ayblar bilan boshqalarni nohaq ayblaydigan, azvaylab takabburlik qiladigan, haqni nohaq qilib ko'rsatadigan ikkinchi bir ish bormi? Subhanaka hadha buhtanun azim. Sen ayıp nuqsonlardan pok tursan, ey Allah. Bu büyük bir bühtandır. Nur suresi 16. ayet. Peygamberimizden hadisiga esilgan musulmonlarni hadisga esilganligi Qur'on bilan ko'paylanmaslik sabablik tafriqchilik qildi deb ayblayotgan bu odamlarga ummatning birligi uchun Qur'on Karim bilan ko'paylandiq deyotgan bu odamlarga aytamiz. Sizlar o'zinglar degandek muvaffaqiyatli holda birlashib ketadinglarmi? Yoki yolg'on davoringlar degandek birlik istab sunnatni tark qilgandan keyin turli mazhab va guruhlarga bo'linib, har bir mazhab va guruh boshqa mazhab guruhlarni yo'qitib, o'rniga kengayishning, agash kuchlarni o'zinglarga tortishning payida yuribsizlarmi? Agar maqsadinglar birlik bo'lgan bo'lsa, nima uchun o'zinglar bir mazhab bo'lib birlashamidinglar? Dastlabda biz Islomobodda bularning xabarini anglagan vaqtimizda, bularni bir mazhabmikin deb o'ylagan edik. Biz ularning bir qismi bilan Karachida ko'rishganimizga qadar bu xil fikr davomlashib kelgan edi. Yig'ilish tamomlanib, kishilar tarqalgandan keyin biz Barilaviylarning aqidasiga bir ko'z yugurtib beqish o'yi bilan Barilaviylarning rahbari Pir Abduddoyim bilan ko'rish uchun Harburg shahriga mengishga taraddud qilayotgan edik.
To'satdan sohibxon bizga bu yerda yana bularning boshqa mazhablarimi bor. Atigi saqlab tursanglargu mazhablarning boshlig'i bilan bir arq kelgili bo'ladi deb qoldi. Shuning bilan biz ularning necha mazhab ekanligini bilib yetdik. Arqadan ular ummatga fiqhiy mazhablar sababli ich og'ritib, bu mazhablarni ham tafriqchilik va chechilang'uluq deb ataydi. Ondaqda bu odamlar o'zlarining fiqhiy jihatda bir mazhab bo'lish masalasida muvaffaqiyat qozona oladimi? Biz ular orasida konkret reallik bo'lgan namozni misol qilib olaylik. Bularning ba'zisi namozni 5 vaqt o'taymiz desa, ba'zisi 4 vaqt deydi. Uchinchi biri 3 vaqt desa, to'rtinchi biri bir kech kunduzda 2 qatim deydi. Bu xil ko'z qarashdagilarning har biri o'zining namozini Qur'on namozi deb ataydi. Namozning rakatlarining soni va shakli har qaysi bo'laklaridagi ixtilof masalasi kelsak, ularning orasida har nima qiladigan odam bor desa, shu tepilg'udek darajadir. Hadis xotirlagan, to'plagan va sahih emas deb ayirgan odamlarning hammasi islom ummatiga qarshi til beriktirgan ajamlardan edi degan gapga kelsak, bu gap sharmandilarcha kazzoblik va ikki nuqtadan nomussizlarcha tuhmat. Hadis xotirlaguvchilarning hammasi ajam degan gapi tuhmat. Hadis to'plash, xotirlashning o'zi suiqasd edi degan gapi ham tuhmat. Birinchi bo'lakka kelsak, uni reallik inkor qilib turibdi. Hadis xotirlaganlar to'plaganlarning oldingi qismining ochiq arablar ekanligi hammaga ayon. Hijrat diyorining imomi Anas bin Malik o'zining Muatta degan kitobi bilan hadis to'plash ishini birinchi bo'lib boshlagan edi. Buning orqadan Quraysh qabilasidan Humaydi o'zining Musnad degan kitobini maydonga keltirdi. Salaf solihlarning qolganlarining davrida Imom Ahmad ibn Hanbal o'zining Musnadini maydonga keltirdi. Mana shunday qilib hadis xotirlash ishi uzilmay davomlashib keldi. Oldin qavlat bu odamlarning hammasi ochiq oshkora sof arablar edi. 6 hadis to'plami masalasiga kelsak, ularning bu hadis to'plamlarini tuzguchilarning hammasi ajam degan gapi yolg'on va tuhmat. Imom Muslim, Imom Tirmizi, Imom Abu Davud hammasi arablardan. Nemiga asoslanib ular ajamlar edi va ular hadis to'plash ishini musulmonlarga suiqasd qilish yuzasidan qilgan deyiladi. Bu odamlar oqni qara, haqni nohaq qilib o'zlari tergan baloni boshqalarga do'ngaydiganlardir. Islom va musulmonlarga qarshi til beriktirganlar kim? Musulmonlar jamoatidan chiqib ummatni bo'lganlar kim? Ajiba ular Imom Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Abu Davud, Nasai va Ibn Majahlarmi? O imomlarning Rasulullohning hadisini yodlaganligi va muhofazat qilganligi bilan bu alloma imomlar orqali Alloh o'zining dinini qo'g'dab qolgan. Allah ular orqali ummatni bo'linish va chechilishdan ham saqlab qolgandir. Odamni hayron qoldirdig'ini mamadallik va tuhmatning bir aql egisini musulmon bo'lmagan taqdirda ham qandoq qilib Imom Buxoriy va Muslimdek imomlarni ummatni bo'ldi va islomga qarshi til beriktirdi deb ayblaydigan holatga olib bordiganligidir. Konkret reallik shuni aniq ko'rsatadiki, Rasulullohning hadisiga kofir bo'lgan, Allohning va Rasulining itoatidan chiqqan bu odamlar dal o'zlari islomga qarshi til beriktirgan, suiqasd qilgan, musulmon ummatini bo'lgan, dindan chiqqan musulmonlar jamoatidan chetnigan odamlardir.